Salomlar. Ko'pchilik donatorlarni oddiy o'yinchilardan ustun deb hisoblaydi. Ammo bu videoda men sherigim bilan noldan kuchayishga qaror qildik. Va albatta yuzlab eventlarga borganimni, qanaqa pul ishlab topganimni bilib olasiz. Sizdan like va obuna, biz esa boshladik. Serverga kirib anarxiya rejimi, so'ngra anarxiya 1 rejimini tanladim va serverga kirishim bilan menga kit start sovg'a etildi. Men sherigimni kutdim va u birozdan so'ng kirdi. Biz ko'rishib bo'lganimizdan so'ng tezda va Kratosga bordik. Bu yerdan esa biz tekinga kes oldik. Albatta uni ochishga kirishdik. Ammo kesdan hozirchalik kerak bo'lmagan teri tushdi. Men uni endi sandiqqa solib qo'ydim. So'ngra inventarimda ko'rgan steklarni 30 mingdan sotishni boshladim. Men RTP bo'laman va RTPda ko'rgan daraxtlarimni kesishni boshladim. Kesib bo'lgandan so'ng uni 15 mingga sotib yuboraman. Yig'ilgan pulga sumbat sotib olib, undan kirka yasayman va avtoshahnaga borib narsalarni qazishni boshlayman. Yig'ilgan resurslarni Bayer komandasi orqali sotishni boshlayman. Daraxtlardan yaxshigina foyda kelgani uchun ularni yana kesib sotishni boshlayman. Men oldimga temetim kelgandan keyin unga ham toporni beraman va biz birgalikda daraxt kesishga kirishamiz. Sherigim menga qum sotishni maslahat berdi. U qazib kelgan qumlarni men sota boshladim. Qarasam qumlarni juda ham tez sotib olishdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Keyin sherigimdan u o'ziga yig'gan pullarni tashashini so'radim. U esa menga naqd 500 ming tashab berdi. Wow! Bizning hisobimizda naqd 1 million. Bu biznes yaxshigina pul olib kelgani sababli men yana qum qazishni boshladim. Yo'l-yo'lakay auksiondan kaktus sotib oldim. Keyinchalik ferma qurish uchun. Auksionda Ender Pearl sotib olib, bir ikkita Ender Pearl otib, airdropga yetib keldim. Ammo airdrop allaqachon ochilgan ekan. Buni Ender Pearl otgandan so'ng bilib oldim. Bu eventdan qimmatliroq narsa loot qilganim yo'q. Ammo mana bu plaslardan tashqari ular auksionda yaxshigina pul turadi. Men ularni 70 mingdan sotishni boshladim. Auksionda arzonroq mega buldozer kirka ko'rib qoldim va uni sotib olib ba'zanni kattalashtirishni boshladim. Ha, aytgancha, men bu yerga kaktus ferma qilmoqchiman. Sizga qanday videolar yoqadi? PvPmi yoki pul ishlash? Albatta izohlarda yozib keting. Xo'sh, men shu yerda zo'r savdogar bor deb eshitdim. Qani, menimcha u yerda bo'lsa kerak. Borib ko'raylik. Oh, salom. Buyurtma. Xo'sh, qani nima bu? Resurs bo'lgandan so'ng menimcha bu savdo yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bemalol kelaverasizlar. Keyingilar men sizga bu damlamani qanaqa qilib tekinga olishni o'rgataman. Faqat bundan oldin bu damlamani sotib yuborsak. Bu damlamani men 3 millionga sotib yubordim. Endi sizga qanaqa qilib shunaqa narsalarni tekinga olishni o'rgataman. Buning uchun free komandasini yozamiz va serverda ozgincha vaqt o'ynash kerak bo'ladi. Birinchi sovg'ani olib, token shop komandasini yozamiz. Va u yerdan qurol aslahalarga bosamiz, custom damlamalarga va magic damlamasini sotib olamiz. Qolgan tokenlarga o'zingiz xohlagan damlamani sotib olsangiz bo'ladi. Menga Invis damlamasi ma'qul keldi. Shuning uchun uni sotib oldim. Ikkinchi medikni ham 3 millionga, Invislarni 500 mingdan sotishni boshladim. Keyin esa sherigim menga o'zini skilllarini ko'rsatishni boshladi. Shu vaqtda qandaydir event paydo bo'ldi. Chatni ochib qarasam, bu Atlantida eventi. Men u eventga bormadim, ammo sherigim u eventdan birozgina narsalar loot qilishga ulguribdi. Eng qimmat narsalardan biri bu flash damlamasi bo'ldi. Uzoq vaqtdan so'ng kaktus fermani ham bitirib bo'ldik. Keyin esa men ba'zani kattalashtirishimga to'g'ri keldi
Nima deb o'ylaysiz? Bu yerga qanaqa ferma qurmoqchiman? O'z fikringizni izohlarda yozib keting. Hozir esa men Atlantida eventiga otlandim. Eventda 3 ta narsani ko'rib qoldim, ammo ular biroz vaqtdan so'ng Spawnga borishdi. Ularning hammasi ketgandan so'ng eventda faqatgina bir kishi qoldi. Men unga birinchi PvP rejimini, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi udarni berib Spawnga yubordim. Eventdan so'ng men avtozelivarka qurishga kirishdim. Chunki damlamalarning narxi auksionda juda ham qimmat edi. Ammo negadir avtozelivarkalar ishlamadi va men ularni qo'lda yasab sotishga to'g'ri keldi. Inizlarning donasini 120 mingdan sotdim. Fermada kaktuslar ham yig'ilib qolgan edi. Men u kaktuslarni olib 100 mingdan sotishni boshladim. To'g'ri, men yana ko'proq o'ynashim mumkin edi. Ammo 13 soat o'yin davomida men o'zimga mana bunaqa set yig'ishga ulgurdim. Mana bunaqa shlem, bunaqa chestplate, oyoq kiyim va sfera, bunaqa qilich, yaxshi qilich, deyarli to'p, kamon, oltin olma, boshqa narsalar. Ammo bu set bilan eventga borishga qaror qildim. Va bir kishini chaqirishga to'g'ri keldi. Bu esa hozir bilib olasizlar. Bu Shohnutfo. Va u menga kelib ozgina so'zlar berib ketdi. Ha do'stlar, buni hisobga olmaymiz. Shunchaki eventdan bahra olish uchun. Eventga yetib keldim. Playerlar bor. Elitrani chestplate'ga almashtirib olishimiz kerak. Va oltin olma, yaltiroq oltin olmalarni olamiz. Kuch damlamasi, tezlikni ham ichamiz. Xorusni ham olishimiz kerak. Va ketdik. Mana bu yerga bu yoqda ikkita ekan-ku. Hozir tezda ketmasak bizga juda ham yomon bo'ladi. Mana bu zahar effekti bilan umuman qilib bo'lmaydi. Ayniqsa 2 kishiga qarshi. Sandiqlarda nimadir bormi? Yo'q. Sandiqlarda ham hech nima yo'q. Suvga sakraymiz va qochamiz. Trezubis bor ekan ularda. Menimcha qochish bizda o'xshamasa kerak. Harakat qilib ko'ramiz. Xo'sh, o'zim bilan yerga blok olgandim ketgancha. Menimcha tashqariga qo'ysa yaxshiroq. Ular mendan qolishdi menimcha. Ko'rinmay qolishdi deb o'ylaganimda ulardan biri menga yetib keldi va bizlarda PvPning ikkinchi qismi boshlandi. Men o'zimni kamonim bilan himoyalanishga harakat qildim va shu paytda menga server bagi esimga tushib qoldi. Men PvP rejimida region blok qo'yardim. Men region blokni qo'ydim va u yerdan xorus yeb chiqib ketdim. Dushman esa o'sha chuqurchada qolib ketdi. Endilikda dushman endi mening qopqonimda.
dushmanni osonlikcha yengishi mumkin edi, ammo u qochib ketadi va shu joyda video tugaydi.